Men ve oğlum. Abduri Abdukirem Navat. Avazda Abdusattar Muhammed Gönçi. Oğlum bilen yesliydi paranlaşıp ketivatattık. Oğlum asmanda uçuvatkan aeroplanı körüsüp durup, Dada, qarğına, av aeroplan Xotenge baramdı. Bu aeroplanın Xotenge barmaydıqanlığını iniq bilsem mi, oğlumның ümidini üzgüm gelmedi. Amma yalğan etişni xalimidim, mücmelli qilib. Bilmeydiken men oğlum, belkim Xotenge berişi mümkün, deb cevap verdim. Paranlarımız davam qılıvatatdı. Oğlum, qandaq qısığı bilmeysen, yalğan etivatsan naqıcan. Mening san yalğan etmaydiganligimni bilasan go, dedim. Oğlum, undaqda men tepip baqay. Emsi deb bere, Xoten qaysi tarafda? Tuyuqsiz so'ralgan sual meni sal jiddiyleştirib etdi. Vatanning qaysi tarafda ekanligini xaritada aniq bilsam-mu, ammo biz mangdigan bu yo'lning qaysi tarafga to'g'ri kelganligini ilgari o'ylab baxmabdi ekanman. Shundaqdimi, chandurmaslik tirishib, ilgari o'ylab baxmabdi ekanman. Sal to'xta, o'ylab baqay. Deganimcha kunning o'rniga asosan sharq tarafni tepishga urindim. Oğlum mening tepishimni kutmayla so'zini davom qildi. Sen Makkaning qaysi tarafda ekanligini aniq bilasan, ammo Xotanning qaysi tarafda ekanligini aniq bilmamsan. Bu qandaq gap? Oğlum, biz her günü 5 vaqt namoz o'qiganda Makkaga qarab o'qiymiz. Shunga Makkaning qaysi tarafda ekanligini aniq bilamiz albatta. Ammo Xotanning nerede ekanligini bilish uchun g'arb sharqni aniq bekitib olmasam bo'lmaydi. Dedim-yu, o'zimning javobidan o'zim qanoatlanmadim. Parangiz Xotanga qandaq berishni cho'r deb davom qilyotdi. Oğlum, sen Makkaning qaysi tarafda ekanligini aniq bilasan, ammo Xotanning qaysi tarafda ekanligini bilmamsan, bu qandaq gap degini meni xilili sagitib qo'ydi. Abduqodir Jaloliddinning munu misralari quloq tubimda jaranglayotdi. Vatan cho'chak emas, sajdagohingdir veya ermak emas, panohgohingdir.